Jiyan, shahar markazidan zo'r joy tayyorladim. U yerga ko'p qavatli uylar qurishing kerak. Juda zo'r soqqali ish bu. Reklamada kvadratini $500 dan deysan. Odamlardan pul yig'ishni boshla, 2 yilda bitadi deb va'da bergin. Albatta amaki, reja ajoyib. 60% oldindan to'lov va har oy bo'lib to'lish shartini qo'yamiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Diqqat! Shahar markazida eng arzon va sifatli xonadonlar sotilmoqda. Shoshiling, bo'lib to'lash imkoniyati faqat bizda bor. Siz hali ham ijarada yashayapsizmi? Biz bilan o'z uyingizga ega bo'ling. Markazda yangi hayot boshlang, narxlar juda hamyonbop. Gazetalarda ham e'lonlar chiqdi. Odamlar bizga ishonyapti. Telefonlar tinmayapti. Hamma shartlar bilan qiziqib so'rayapti. Mana ofisimiz ham tayyor. Odamlar kela boshladi. Hali yer bo'sh bo'lsa ham ular kelajakdagi uylarini orzu qilib kelishmoqda. Uyingiz 2 yilda tayyor bo'ladi. Agar vaqtida bitmasan, barcha pulingizni qaytarib beramiz. Bizda hammasi qonuniy va halol. Mana shartnomaga qo'l qo'ying. Siz endi baxtli xonadon egasisiz. To'lovlarni har oy bank orqali amalga oshirib borasizlar. Mana birinchi to'lov. Bizga ishonch bildirganingiz uchun rahmat. 2 yildan so'ng uyingiz kalitini qo'lingizga topshiramiz. Ishlar juda tez ketmoqda. Poydevor quyilyapti. Odamlar qurilishni ko'rib, yanada ko'proq pul olib kelishda davom etmoqda. Jiyan, bugun ofisimga kel. Muhim gap bor. Qurilish masalasida maslahatlashishimiz kerak. Tezda yetib kel, seni kutaman. Assalomu alaykum amaki. Keldim. Qurilish juda yaxshi ketyapti. Agar shunday davom etsak, 1 yilda uylarni bitirib tashlaymiz. Rahmat jiyanim, bu zo'r xabar. Senga bir narsani o'rgataman. Qurilishni sekinlashtirishing kerak. Odamlar norozi bo'lib, isyon ko'tarsin. Nega sekinlashtiramiz amaki? Odamlar nega sarson qilamiz? Ular pul to'lashgan, biz va'da berganmiz-ku, axir bitishi kerak. Jiyan, sen hali yoshsan. Ko'proq pul topish uchun qurilishni cho'zish kerak. Bu biznesning o'ziga xos siri hisoblanadi. Odamlar pulini so'rasa, sekin-asta qaytarib berasan. Bu vaqt ichida uylarning narxi oshadi. Sen esa tekinga uy qurasan. Hozir $500 bo'lgan uy bitta bitganda $1500 bo'ladi. Sen xalqning pulini foizsiz ishlatgan bo'lasan. Amaki, bu usulni bilmagan ekanman. Juda aqlli reja. Demak, ularning puliga o'zimizga foyda qilar ekanmiz-da, tushundim. Tushunding? Shunday. Men darhol ishni sekinlashtiraman. Birorta bahona topamiz. Hujjatlarda muammo bor deb vaqtni cho'zib yuraveramiz. Oradan vaqt o'tdi. Qurilish to'xtab qoldi. Odamlar xavotirga tusha boshladi. Va'da qilingan 2 yil ham o'tib ketdi. Qani bizning uylarimiz? Nega ishlar to'xtadi? Biz bor pulimizni berganmiz. Rahbar qayerda? Biz javob talab qilamiz. Iltimos, baqirmanglar. Hokimiyat qurilishni vaqtincha to'xtatdi. Hujjatlarda kamchilik chiqib qoldi. Bu bizga bog'liq bo'lmagan muammo. Yo uyimizni ber, yo pulimizni qaytar. 2 yil kutdik, sabrimiz tugadi. Endi bizni aldamang. Qo'lingizni olib keling. Mayli, agar kutishni xohlamasangiz, pulingizni qaytarib beramiz. Biz hech kimning haqqini yemaymiz. Shartnomangizni olib keling. Hammasi rejadagidek ketyapti. Xalq pulini qaytarib olib, xursand bo'lib ketdi. Endi uyni qimmatga sotish vaqti keldi. Endi qurilishni tezlashtiramiz. Binoning 4 qavati bitgan. Qolgan qavatlar ham tezda qad ko'taradi. Narxlar esa osmonda. Uylar tayyor. Endi kvadratini $1500 dan sotamiz. Qiziqqanlar juda ko'p. Navbatga turishibdi xaridorlar. Mana natija. 10 qavatli go'zal bino tayyor. Hech kim bizni ayblay olmaydi. Chunki hamma pulini qaytarib olgan edi. Amaki, binoni bitirdik. 4 qavatini sotib, odamlarning hamma pulini yopdim. Ularning puli bilan binoni ko'tardik. Barakallah. Ko'rdingmi jiyan? Qolgan 6 qavat senga tekinga qoldi. Mana buni haqiqiy biznes desa bo'ladi. Kerizlarni ishlatdik. Men bunday zo'r yo'lni bilmagan ekanman. Endi har doim shunday qilamiz. Lekin puldan foydalanish juda yoqimli ekan. Ha, juda to'g'ri aytasiz. Agar bankdan kredit olganingda 50% ustama to'larding. Lekin sodda xalqning puli bu foizsiz va tekin sarmoyadir. Shartnomaga faqat to'langan pul qaytariladi deb yozganmiz. Ular shartnomani o'qimaydi ham. Puli qaytsa, shukr qilib ketaveradi. Biz bu pullarni 2 yil davomida ishlatdik. Ular esa kutishdi, oxirida esa quruq qo'l bilan qolishdi. Bu juda aqlli reja. Bu hayotda laqmalar ko'p. Ularni ishlatishni bilish kerak. Biz boy bo'lamiz, ular esa faqat orzu qilib yuraverishadi. Puling bo'lmasa ham uy qurishning siri mana shunda. Biznesni bizdan o'rganishsin. Juda mazza-da. 100% foyda sof cho'ntakka qoldi. Hech qanday bank, hech qanday foiz.
Faqat sodda odamlar va bizning aqlli rejamiz. Bu hali boshlanishi jiyan. Xalqimiz sog' bo'lsin, biz hali ko'p pullarni aylantiramiz. Biznes mana shunaqa bo'ladi.